Hoziroq bu gustoqlikni to'xtatasiz. Meni kechiring, hukmdor, ammo tushunmadim. Teatr. Elchi afandi. Teatr italiyaliklar uchun nimani anglatadi? Teatr borasida meni qiziqtirgan yagona narsa bu namoyishlarda haqqa, axloqqa, e'tiqodga zid bo'lgan narsalarning ko'rsatilmasligi. Faxri koinot afandimizni haqorat qilgan bu tomosha na Italiyada, na boshqa joylarda aslo ko'rsatilmaydi. Agar shunga o'xshash narsa yuz bersa, o'sha sahnalarni boshingizga ag'daraman. Agar haddingizni bilmasangiz, bor kuchimiz bilan, to'pimiz bilan, miltig'imiz bilan, o'qimiz bilan, yoyimiz bilan, Afrikadagi dindoshlarimiz bilan Italiya qirg'oqlariga yetib boramiz. Men din islomning xalifasi Sulton Abdulhamid xon o'lsam ham Hazrat payg'ambarimizni haqorat qildirib qo'ymayman. Ma'zur يا رجاله لا لن تذل ولن تلين اسلك سبيل